Ushbu mineral organizmda 300 dan ortiq jarayonda ishtirok etadi. Sochimiz uchidan boshlab to tirnog'imizgacha, ya'ni sochni mustahkam qilish, uni to'kilishini oldini olish, DNK, RNK sintezida, immun tizimini qo'llab-quvvatlash, gormonal sintezda, ya'ni testosteron sintezida to'g'ridan-to'g'ri qatnashadi, urug'ni sifatini yaxshilashda va hattoki yaralarni bitishda ham bu mineralimizni o'rni juda ham katta. Undan tashqari tirnoqni mustahkam qilish va juda ko'p organizmimizdagi jarayonlarni ushbu mineralsiz to'laqonli tasavvur qila olmaymiz. Bu mineral sink. Quyida keltirilgan sinklar, ya'ni mana bu yerdagi terib qo'ygan 7 xil sinkimiz asosiy O'zbekiston aholisi tomonidan hozirgi kunda ichib kelinayotgan sink turlariga kiradi. Har birini o'ziga yarasha plus, minus tomonlari mavjud. Ushbu video davomida batafsil ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Quyida sink sitrat, sink pikalinat, sink mamitsianat, sink aratat, sink xelat, sink bisglitsinat, ya'ni bu ham xelatning formasiga kiradi va sink L-karnazin aminokislota bilan biriktirilgan formada keladi. Ushbu sinklarimiz hozirgi kunda sotuvda mavjud va har birini funksiyasi bilan tanishtirib chiqaman. Qani ketdik. Sink sitrat bu sinkning limon kislotasi bilan biriktirilgan kompleks hisoblanib, oshqozon shirasi bilan qo'shilgan taqdirdagina, ya'ni oshqozonimizdagi suyuqlik, hazm suyuqligi bilan qo'shilgan taqdirdagina so'riladi organizmga va so'rilishi nisbatan qolgan sinklarga qaraganda pastroq. Asosiy funksiyasi immun tizimini qo'llab-quvvatlash, soch, tirnoq, terini umumiy holatini yaxshilab berish. Sink pikalinat. Sink pikalinat sink sitratga nisbatan ancha-muncha so'rilish darajasi yuqori. Buni asosiy funksiyasi immun tizimini qo'llab-quvvatlash, to'g'ridan-to'g'ri, lekin go'zallikka bunga nisbatan foydasi nisbatan kamroq. Buni sink pikalinat asosiy funksiyasi immun tizimi uchun ekan. Bu yerda aynan bolalar uchun mo'ljallangan sink formasi, ya'ni asparatat va mamitsianat formasi kelgan. 4 yoshdan oshgan bolalarga bemalol bersangiz bo'ladi. Har bitta tabletka, ya'ni lozenges, ya'ni chaynaladigan tabletka jevatelniy 8 mg sink saqlaydi. Ya'ni bu kunlik normaga nisbatan ancha-muncha past va qo'rqmasdan bersangiz ham bo'ladi bu narsani yosh bolalarga. Undan tashqari ixinatsiya, zaytun, imbir qo'shimchalari ham bor. Bu aynan immunitetni ko'tarishga va antioksidant ta'siriga ega bo'lgan sink hisoblanadi. Sink aratat, aratat kislotasi bilan kompleksdagi birikmamiz juda yuqori so'riluvchanlik qobiliyatiga ega. Bu shunchalik mayda molekulalarga parchalanadi, hujayrani qobig'idan ichkariga kirib, mitoxondriyadagi energiya almashinuviga to'g'ridan-to'g'ri qatnashadi va hujayralarga energiya yetkazib berishda asosan o'shaning uchun ichiladi. Aratat kislotasi qolgan sink molekulalaridan yana bitta farqi, bu yerda mana bu sustained release yozuvi bor, ya'ni bu ruschasiga aytganda prolongirованный dozировка deydi, ya'ni bitta tabletka ichganingizda oshqozonga kirgandan keyin u hammasi birdaniga erib, oshqozonga so'rilib ketmaydi. Ya'ni bu kun davomida mayda mikrodozировкада chiqarib turadi o'zini. O'shaning uchun nojo'ya ta'sirlar, ya'ni ko'ngil aynishi, qayt qilish yoki umumiy oshqozondagi og'riqni bu sinkimizga keltirib chiqarmaydi va juda yuqori so'riluvchanligiga egaligi uchun qolganlardan ustun turadi. Keyingi formamiz sink xelat. Xelatning formasi bu so'rilish jihatdan eng yuqori darajada turadigan formalardan hisoblanadi umumiy. Nafaqat sinkda, boshqa formalarda ham kalsiy, magniy, xelatning formasi eng yaxshi so'rilish qobiliyatiga ega. O'shaning uchun xelatni deyiladi. Bu narsa yaqinda ishlab chiqarilgan, yangi texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Endi xelatning formani qolgan sinklardan farqi keladigan bo'lsak, so'rilish darajasi yuqoriligini aytdik, effekti shunga qarab yuqori bo'ladi va keng spektrga ega bo'ladi. Ya'ni bu soch to'kilishi, tirnoqlar mustahkamligi, terining holatini yaxshilanishi, ya'ni aknelarda ham bu narsani ichsa bo'ladi bemalol inson. O'shaning uchun ko'p funksiyaga ega. Endi bu sinkimiz ham asosiy immun sistemasiga deyilgan, lekin bu yerda ham formasini ko'radigan bo'lsak, aminoxelatniy kompleks, ya'ni kislota, aminokislotalar bilan kompleksda kelgan sinkimiz. Bu asosan immun tizimiga mo'ljallangan va erkaklardagi testosteronni oshirib beradi, chunki bu yerda qovoq urug'i qo'shilgan. Va oxirgi formamiz sink karnazin, L-karnazin aminokislotasi bilan kompleksdagi birikma bo'lib, bunimiz bu qo'shimchamiz asosan oshqozon shilliq qavatini himoya qilish va gastrit, yazva, ya'ni o'zbekchasiga aytganda oshqozon yarasini tiklashga yordam beradi. Undan tashqari ichakdagi har xil shikastlanish, zararlanishlarning oldini oladi va immun tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Aynan shu formasi oshqozondagi yazva uchun ichsangiz bo'ladi. Chunki bu davolar haqiqatan chunki yaralarni bitishiga yordam beradi L-karnazin tarkibidagi aminokislotasi. Mana shu asosiy sinklarimiz edi. Agar berilayotgan ma'lumotlar foydali bo'lsa, iltimos buni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'ling kanalimizga va qanaqadir savol bo'lsa yoki shu mahsulotlarimizga qanaqadir ehtiyojingiz bo'lsa, direct orqali murojaat qilishingiz mumkin bizga yoki telefon orqali aloqaga chiqib, bog'lanib, nima savollaringiz bo'lsa, bepul konsultatsiya olishingiz mumkin mutaxassislarimizdan. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin.